Tartay qorningni silqa qo'zi. Xo'p. Qandaysan? To'yingga hamma narsani gaplashib qo'ydik. To'yxona, mashina hammasi tayyor. Ikkita bola ham gaplashdim, Shodiyor sen uchun. Ikkita bola nimaga? Ammo qorning ko'tarib yurishgada. Keling, aka nima xizmat? Aka yaqinda to'yim, o'shanga Zaksga Malibu 2 kerak. Sizga Malibu emas, gelik gaplashib beraman, bo'ladimi? Va, men vidimni ko'rib, chiroyimni ko'rib, Malibu emas, gelik deyapsiz-da. Yo'q, prosta bu qorin bilan Malibuga sig'maysiz-da. Menga ovqat bermaysizmi? Yo'q. Ertaga to'yingda osatirib yurasanmi? Qorningni dieta qilgan. Xo'p. Qorinboyim, to'yimizga ham oz qoldi. To'yiga kelin kuni oldim. Qo'shib korset ham oldim. Korseting nima u? Chumiz qizlar narsasi belda xicham qilib turadi. Yur to'play olaylik. Yo qorningni yo'qotasan, yo uydan chiqib ketasan. Mana, bo'lar ekan, qorinsiz yursa. Binoyiday bola bo'lsa. Ko'ylagim shu yerda. Korsetim qani ekan, ha? Qanday yechadi buni? Hamma yig'ildingmi bugun majlismi? Birinchi kursliging uchun yurdikmi? Prosta basharang yo'q. Biz ham birinchi kursli paytimiz akalardan kalta yeganmiz. Sizlar ham 4-kurs bo'lsa, men birinchi kurslar tarbiyalaysiz. Bor hojatxonani tozala. Hamma yig'ildingmi sizlar bilan bugun majlis qilib bo'lmaydi sizlar bilan. Hammang hozir borib borka qilasan, tushundilaringmi? Borka? Tarqatamiz mana. Billa qilamiz. Yuringlar, qarab tursanglar bo'ldi, men o'zim qilaman. Bo'ldi, tayyormisizlar? Boshladi. Tayyormisizlar? Boshladi. Mana qilsak ham zo'r chiqadi, bolalar, davay. Nima qo's? Va, mujek. Bu bolalarni urib bo'lmaydi. 2000 talak to'plasak, qoshimni olib tashlayman. Nima qo'ssanlar? Lekin bularni urmasa bo'lmaydi. Kellaring yoqim to'ylarim. O'g'lim Rossiyaga borib bemalol ishlab kelur. Yuborgan pullaring tintinigacha o'zim yig'ib beraman. Men seni bankingman. Dada sizga ishonaman. Faqat sizga ishonaman. Assalomu alaykum dada. Ikkinchi bolam. Haliga pul bering, dada. O'zi 412 ming pensiya olsam qaydan beraman senga pul? Akam pulidan bering. Bera olmayman undan. Akangga va'da berganman men. Qancha? $500. Bir oyda beraman. Ma. Soxta emasmi bu? Yerimni buzma bola. Bilib telefon qilyaptimi bu? Ha, bolam, yaxshimisan? Ha, dada, yaxshimisiz? Soqqan-soqqa urib yig'yapsizmi? Ha, teniga teginmasdan yig'yapman. Bu mening onam, bu mening onam. Ota haqida qo'shiq aytsang ham agang puldan bera olmayman. Dada, bermasangiz bo'lmaydi, yakshanba kun qaytaraman. Qancha? 1000. Rahmat. Yakshanba kundan kech qolmasin. Bu yoqqa kamera qo'ymaganman, qaydan bilyapti bu? Alo, ham bolam, yaxshi ishlayapsanmi? Rahmat dada, pulanchi ko'payib qoldimi? Ha, ancha yig'ilib qoldi. Dada, pulni vaqtida qaytaraman. Bera olmayman akangni puli. Kuyovingizni ishi yaxshi emas-da. Kuyovimda ishi ham bormi? Qizingizga rahmingiz kelmayaptimi? Vaqtida qaytar. Ko'tarmayman. Alo, yaxshimisan? Akang pulni oluvding, yakshanba kun beraman deb, u qaysi yakshanbaligini so'ramagan ekanman-da. Yil bo'ldi, joyi qo'yib qo'yish kerak uni. Hozir telefon qo'yaraman. Meni asabimiz yapti bu. Siz tergan raqam siz uchun xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Assalomu alaykum bankim, men keldim. Bechora akam. O'g'lim, sen ham puling yig'ib beraymi?